Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan matematika milliy sertifikat imtihonida 7-mart kuni 2-smenada tushgan savollarning yechimini birin-ketin ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchi savol quyidagicha n barobar mana shu bo'lsa, xo'p, quyidagi kasr qiymati natural son bo'ladigan n ning eng katta qiymatini toping debdi. Xo'p, bizga n ning eng katta qiymati, xo'p, mana bu n ning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni uning uchun 2 ning n-chi darajasi bo'lganligi sababli bizda m ning ichida 2 ning darajasidan nechta qatnashganini topishimiz kerak. Uning uchun biz m ni asoslarini tub bo'lgan ko'paytuvchilarga ajratamiz. Demak, m barobar 24 ning 3-darajasi. Demak, bu yerda 24 ning o'rniga 8 karra 3 degan bo'lsa, uning 3-darajasi ko'paytirilgan 6 ning o'rniga 2 karra 3 ning 12-darajasi ko'paytirilgan 20 ning o'rniga 4 karra 5 ning 3-darajasi barobar. Xo'p, demak, qavslarni olib chiqadigan bo'lsak, 8 ning 3-chisi ko'paytirilgan 3 ning 3-chisi ko'paytirilgan 2 ning 12-chisi ko'paytirilgan 3 ning 12-chisi ko'paytirilgan 4 ning 3-chisi ko'paytirilgan 5 ning 3-chisi. Bu teng bo'ladi bizga. Xo'p, endi qarang. Mana bu 8 ning 3-darajasi, u 8 2 ning 3-darajasining 3-darajasi bo'lganligi sababli bu yerda mana shu narsaning o'rniga 2 ning 3-sini 3-chisi bo'lgani uchun 2 ning 9-darajasi yozishimizga to'g'ri keladi. 2 ning 9-chisi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ning 12-chisi ko'paytirilgan 3 ning 12-chisi ko'paytirilgan. Mana bu yerda xuddi shu narsa yana farqli yozgan. Xo'p, 4 ning o'rniga 2 ning kvadrat desak, 2 ning kvadratining kubi. Bu yerda 2 ning 6-darajasi bo'lgan ko'paytirilgan 5 ning 3-darajasi tenglik. Xo'p, bu yerda bizga bir xil asosli sonlar mana bu va mana bu. Demak, 2 ning 21-chisi kera 2 ning 6-chisi bo'ladi. Xo'p, 2 ning 27-chisi ko'paytirilgan 3 dan bizga 3 ning 14-chisi ko'paytirilgan 5 ning kubi bo'lar ekan. Xo'p, demak, bizga so'ragan m ning kvadrati taqsim 2 ning n-si qo'yish. Aslida buni hisoblashimiz shart emas. Mayli, yozib hisoblaydigan bo'lsak, m ning kvadrati taqsim 2 ning n-si barobar bo'ladi. M ning o'rniga 2 ni 27-chisi kera 3 ni 14-chisi kera 5 ni 3-darajasida yozadigan bo'lsak, buning kvadrati taqsim 2 ning n-si barobar. Daraja har bir ko'paytuvchiga tegishli bo'lgani uchun 2 ning 54 ko'paytirilgan 3 ning 28 ko'paytirilgan 5 ning 6-chisi taqsim 2 ning n-si. Demak, bizga mana shu kasrimizning qiymati natural chiqishi uchun kasrimiz makhraj bilan qisqarib ketishi kerak. Makhraj bilan qisqarishi uchun n ning eng katta natural qiymati 54 ga teng yoki 54 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, n ning maksimal, ya'ni eng katta natural qiymati 54 ga teng bo'lar ekan. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob A bo'lar ekan. Xo'p, ikkinchi modulli soddalashtirish. Modulli soddalashtirishga keladigan bo'lsak, birinchi biz qiladigan ishimiz, aniqlaydigan bo'lsak, eng kichik modulimiz desak, mana bu modul bo'ladi. Keyingi modulimiz bundan kattaroq, mana bu modul bo'ladi. Modullarning tartibini aniqlashimiz kerak. Mana bu bo'lsa, bu alohida modul. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz modullarni soddalashtiradi. Modulni ochish qoidasidan mana bu yerni yozadigan bo'lsak, 3x minus 1. Aslida bilamiz biz modulning ichida musbat son bo'lsa, moduldan o'zini, agar modulning ichida manfiy son bo'lsa, uning oldiga minus ishorani qo'yib moduldan chiqaramiz. Demak, mana shu ifoda 1/2 dan 2 gacha bo'lgan sonlar oralig'idan son qo'ygan paytimiz musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Masalan, shu oraliqda 1 bor. 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, 3 karra 1 3, 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 2, musbat. Demak, moduldan 3x minus 1 ning o'zi chiqar ekan. Ayrilgan x modulni yopamiz. Ayrilgan n qarang. X ayrilgan 2. Bu nima bo'ladi? X ayrilgan 2 da shu oraliqdan 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 1 ayirish 2 bu minus 1. Ya'ni modulning ichidagi son manfiy bo'lib qolyapti. Demak, modulning ichidagi son manfiy bo'lganligi uchun modulning oldiga minus ishora qo'yamiz. Ya'ni minus. Endi modulni qavsga aylantiradigan bo'lsak, x ayrilgan 2. Mana shunday bo'lar ekan. Barobar. Xo'p, birinchi modulni soddalashtiradigan bo'lsak, 3x minus 1 minus x bu 3x dan x ni ayirsak 2x ayrilgan 1. Xo'p, minus bilan mana minus ishora plus bo'lar ekan. Xo'p, qavsning ichida x ayrilgan 2 ga teng bo'ladi. Endi qarang. Bu moduldan nima chiqadi? 2x ayrilgan 1 dan yana 1 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 karra 1. 2 2 dan 1 ni ayirsak 1. Demak, modulning ichimiz musbat bo'lsa, moduldan o'zini shunchaki o'zini chiqarib qo'yamiz. Ya'ni 2x ayrilgan 1 qo'shilgan x ayrilgan 2. Bu teng bo'lar ekan 3x ayrilgan 3 ga. Demak, umumiy ko'paytuvchilar 3 ni chiqarib olsak, 3 karra x ayrilgan 1. Demak, to'g'ri javob B bo'lar ekan. Demak, 3-savol. Ikkita kenguru orasidagi masofa 30 metr. Ikkita kenguru, masalan,
ikkita kenguruga o'xshash chizadigan bo'lsak, mana bu yerda ikkita kenguru, ularning orasidagi masofa mana bu 30 metr. Katta kenguru aytaylik, mana bu katta kenguru bo'lsin, bunisi kichik kenguru bo'lsin. Kichigini quvmoqda. Katta kenguru qarang, demak, bizlarga ikkita kenguru bor ekan, katta kenguru va kichik kenguru. Xo'p, katta kenguru bir sakrashda u 2 metr sakrar ekan, kichik kenguru esa 1 metrga sakrar ekan. Xo'p, va shuni ham inobatga olish kerak. Kichigi 1 metr sakraydi va katta kenguru 2 marta sakraganda kichigi 3 marta sakraydi. Qarang. Katta kenguru 2 marta sakragan payt kichigi 3 marta sakrar ekan. Endi qarang. Katta kenguru 2 metrdan bo'lgan 2 marta sakragan payt bu 4 metr masofaga sakragan bo'ladimi? Xuddi o'sha payt kichik kenguru 1 metrdan bo'lib 3 marta sakragan. Bu 1 metrdan 3 marta sakragan bo'lsa 3 metr masofaga sakragan bo'lar ekan. Endi qarang, shu ikki kenguruni mana shuni bitta jarayon deb qaraydigan bo'lsak, katta kenguru 4 metr yugurgan payt kichik kengurumuz 3 metr yugurishi kerak ekan. Demak, bu yerda har bir jarayonda katta kengurumuz kichik kenguruga yaqinlashadi. Necha metr yaqinlashadi? 1 metr yaqinlashadi. Demak, ular orasidagi masofa 30 metr bo'lgani uchun 30 metrni 1 metrga bo'lsak, bu yerda 30 ta jarayon bo'lishi kerak. Ya'ni mana shunaqa holatdan 30 ta bo'lsa, katta kenguru kichik kengurudan masalan mana bu yerlarda yetib olishi mumkin. Katta kenguru mana bu yoqqa keladi, kichik kenguru mana bu yerga keladi. Ya'ni ikkovi bir joyda bo'lar ekan. Demak, qarang, bizdan nima so'ragan? Katta kenguru kichigini quvib yetgancha katta kenguru qancha masofani bosib o'tgan bo'ladi? Katta kenguru qancha masofani bosib o'tgan bo'ladi? O'zi qarang. Katta kenguru 4 metrlik yurishidan 30 ta jarayon bo'lishi kerak deylik. Demak, katta kenguru 4 metrdan 30 marta bo'lgan payt u 120 metr masofani bosib o'tishi kerak bo'lar ekan. C javob bo'ladi. 4-masala. 3 ta ishchi 4.80.000 so'm ishladi. Birinchi ishchining ishlagan puli ikkinchi ishchining ishlagan puliga nisbati. Xo'p, demak qarang. Birinchi ishchining ishlagan pulining ikkinchi ishchining ishlagan puliga nisbati. Demak, mana bu birinchi ishchining puli bo'lsa, mana bu ikkinchi ishchining puli ekan. Xo'p, nisbat mana shuncha. Uchinchi ishchi esa birinchi ishchi ishlagan pulning mana buncha qismini, ya'ni 43.1% qismini oladi. Shunga ko'ra uchinchi ishchi qancha so'm olgan? Demak, bu masalani yechish uchun xo'p, endi proporsiya desak ham bo'ladi. Ya'ni nisbatlardan foydalangan holda belgilanadi. Ya'ni bular birinchi va qarang. Birinchi ishchining ishlagan pulini ikkinchi ishchining ishlagan puliga nisbati. Demak, birinchi ishchining pulini 15x taqsim 2 deb oladigan bo'lsak, ikkinchi ishchimiz 7x taqsim 4 pul ishlagan bo'ladimi? Endi qarang. Uchinchi ishchi birinchi ishchi ishlagan pulning shuncha foizini, ya'ni bu foizni kasrga o'tadigan bo'lsak, 3 dan 43 kara 3 qo'shilgan 1 barobar 43 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 129 plus 1 taqsim 3. Xo'p, bu 130% taqsim 3 qismi bo'lar ekan. Endi foizdan qismga o'tadigan bo'lsak, 130 taqsim 3 kara 1 taqsim 100 yozishimiz kerak. Demak, mana bu yerda 0 bilan 0 qisqarsa 13 taqsim 30 qismi bo'lar ekan. Demak, uchinchi ishchi birinchi ishchi ishlagan pulni 30 dan 13 qismini olar ekan. Demak, uchinchi ishchining pulini topish uchun qarang, mana bu yerda yozaman. Bu birinchi ishchining olgan puli, mana bu ikkinchi ishchining olgan puli, uchinchi ishchi olgan pulni endi topamiz. Qanday topamiz? Birinchi ishchi olgan pulning degan mana buncha foiz. Bu foiz mana buncha qism ekan. Qismini topish uchun shunga ko'paytiraylik. Ya'ni buni hisoblaydigan bo'lsak, 15 bilan 30 qisqartirsak, 13x taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, uchinchi ishchimiz mana buncha maosh olar ekan. Demak, bizdan so'ragan uchinchi ishchi qancha so'm oladi? Uchimizga x kerak. X ni topish uchun uchala ishchining maoshini qo'shib 4.80.000 ga tenglashtirishimiz kerak. Demak, qo'shsak 15x taqsim 2 qo'shilgan 7x taqsim 4 qo'shilgan 13x taqsim 4. Mana buni 2 ga ko'paytirib olsak, demak 30 qo'shilgan 7 qo'shilgan 13 kara x taqsim 4 barobar bo'lar ekan 50x taqsim 4 ga. Buni qisqartirib yozsak 25x taqsim 2 ga bo'lar ekan. Xo'p, demak, uchala ishchi oladigan pulimiz 25x taqsim 2, 25x taqsim 2 ham bu 4.80.000 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizga keraklisi uchinchi ishchining maoshi 13x taqsim 2. Xo'p, mayli, x ni topadigan bo'lsak, x barobar 4.80.000 2 ko'paytirish bo'lib o'tadi, 25 esa bo'lish bo'lib o'tadi.
x topilgandan so'ng mayli x ni hisoblab o'tirmaymiz. Bizga 3-ishchining maoshi kerak. 3-ishchining maoshi qancha dedik? Mana buncha edi. Demak, 13x taqsim 4 ni hisoblashimiz kerak. 13 taqsim 4 kara x 4.080.000 ko'paytirilgan 2 taqsim 25 bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu 2 bilan 4 ni qisqartirib yozganimizda 2 qoladi. 2 bilan 4.80.000 qisqartirsak 2.040.000 qolar ekan. Ya'ni buni hisoblab oladigan bo'lsak, 1.060.800 so'mni tashkil qilar ekan. Ya'ni 1.060.800 so'm bu javob A kalitda edi. Davom etamiz. Demak, 5-masala soddalashtiring deyilgan. Bu yerda bu soddalashtirish uchun bunday qilsak, barobar 125 ko'paytirilgan x ning 6 taqsim 5 darajasi taqsim 54 ning 1 taqsim 3 darajasi, ya'ni ratsional ko'rsatkichli darajaga olib kelamiz. Ya'ni ildizning darajasi bu kasrning maxrajiga tushardi. Sonning 1-darajasiga teng bo'lar ekan. Endi qarang. Bu daraja har bir sonning darajasiga teng bo'ladi. Demak, bu yerda yozamiz. 125 ning 1 taqsim 3-si ko'paytirilgan x ning darajasi darajaning darajali kelgani uchun bular ko'paytirilar ekan. Taqsim 54 ning o'rniga mayli 2 kara 27 desak, buning 1 taqsim 3-darajasi barobar 125 ning 3 dan 1-darajasi bu 125. 5 ning kubi bo'lgani uchun 5 ning kubini 1 taqsim 3-darajasi ko'paytirilgan x ning 6 bilan 3 ni qisqartirsak 2 taqsim 5-darajasi taqsim. Xo'p, daraja har biriga tegishli bo'lgani uchun 2 ning 1 taqsim 3-darajasi ko'paytirilgan 27 ning o'rniga 3 ning 3-darajasini 1 taqsim 3-si barobar 5 ning kubining 1 taqsim 3 bilan qisqargandan so'ng 5 ko'paytirilgan x ning 2 taqsim 5-darajasi taqsim 2 ning 1 taqsim 3-darajasi degani bu kubinchi ildizda 2 degani. Xo'p, 3 ning kubining 1 taqsim 3 bilan qisqarib ketsa, ko'paytirish 3 bo'lar ekan. Ya'ni bizga to'g'ri javob xo'sh C kalitda berilgan ekan. 6-savolga keladigan bo'lsak, eng katta sonni toping. Xo'p, yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda daraja, super daraja ishtirok etgan. Xo'p, lekin hammasining asosi mana bu yerda ham asos 2, mana bu yerda ham asos 2, asos 2, asos 2. Barchasining asosi 2. Demak, bularning darajalarini qo'ldan kelgancha hisoblashga harakat qilamiz. Masalan, endi bunga tegmasa ham bo'ladi, chunki 2 ning 222-darajasi. Bu 2 ning darajasida 22 ning kvadrati. 22 ning kvadratini hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 2 ning 484-si bo'ladi. Keyingisi bu 2 ning darajasida 2 ning 22-sini qarang. 2 ning 22-si degani bu bizga 2 ning 5-darajasi 32 ga teng. 2 ning 10-darajasi 1024 ga teng. Xo'p, bu 2 ning darajasida shunday aytaylik, A soni bo'ladi desak, A sonimiz teng bo'ladi bizga 2 ning 22-darajasiga. Xo'p, qarang. 2 ning 20-darajasi 1024 ning kvadratiga teng. Endi tasavvur qiling, bu qanday katta son. 1024 ning kvadratidan ham katta son. Xo'p, buni to'xtalib turib, keyingisi masalan D ga o'tadigan bo'lsak, avval mana buni hisoblab olamiz. 2 ning kvadrati 4 bo'lgani uchun 2 ning ikkinchisini 4-darajasi. 2 ning 4-si bu 2 ning 16-si bo'lar ekan. Endi qarang. 2 ning 222-si, 484-si, ayinchisi, 16-si. Barchasining darajalari bir xil darajalari emas, asoslari bir xil bo'lib qoladi. Asos 2, asos 2, asos 2, asos 2. Bularning darajalarini taqqoslasak yetarli. Endi qarang. 16 bu eng kichik asos bo'lgani uchun bu javob to'g'ri kelmaydi bizga. D javob. Xo'p, 222 va 484. Albatta 222 kichik bizga, 484 kattaroq. Endi biz taqqoslashimiz kerak. 2 ning 484-si va 2 ning ayinchisi bizga A barobar mana bu songa. Endi o'zingiz tasavvur qiling. 2 ning 20-si 1024 ning kvadrati. Bu yerda A 1024 dan ham katta son. 424 dan katta bo'ladimi? Shuning uchun mana bu tomon katta bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizga C bo'lar ekan.